Assalomu alaykum. To'y qilyapti. Srochni qazi qatlab bormi xudolarga? Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Ko'rishib qo'yaylik. Assalomu alaykum. Keling. Salomatmisiz? Rahmat, alhamdulillah. Qarang, ko'rishim esdan chiqib qolibdi. Juda ham kozo bir xudolarga qazi qatlaringizdan. Aka, xudolarga bo'lsa, to'ylarga juda ham shoshilish. Go'shtni o'zi naturalniy go'shtda, rasa xudolar bo'ldi. Kes beraman, ko'rasiz aka. Mo baliqlarga ko'zim tushib qoldimi? Bu yerda baliqlarni shoshilishda keluvdim-da. Dodalar kelgan aka. Men mana uni Rossiyada ko'ruvdim. Asha Rossiyadagi biz ham havas qilib, klientlarni o'ylagan holda aka, mana go'shtimizni ko'ring aka. Juda ham uyatli mehmonlarga bo'ladi. Kesasiz aka. Xudo xolasa mana aka kesilish holati. Mashallah. Xudolarsan xudolarga. Yarimini, azizlarimga ham gapirishim kerak-da. Bismillah. Ana. Mayli. Men azizlarim Umar aka. Juda ham zo'r. Mana shundan bir 3 palka berasiz. Ha? Endi keyin baliqlaringizni qanaqasi bor endi? Bir uyatli mehmonlar Rossiyadan kelgan ular qoladi-da bugun ham. Rossiya uyatlilarga so'm baliqlarimiz kelgan mana. So'm balig'imiz xudo xolasa go'shtlikkina maza qiladi, yesa ham. Yana keyin skumbriya balig'imiz. Yangiliklar уже kelishni boshladi. Bular kecha kelgan xabarlar inshaalloh. Mana tortlari kelgan. Napoleonligi, tortligi, shaxmatligi, krevetkilari bilan. Mana qarang. Prosta bomba aka. Qiltirig'i yo'q-a, bitta. Qiltirig'i yo'q, umuman yo'q. Yeganda bor-u. Bu qayerdan kelyapti endi? Qayerdan kelyapti? Ukrainadan keladi aka bular. Yo'l ochiqmi hozir bizga? Rasada aka yana keyin sizga bitta yangilik. Mana bu choyimiz bor. Mana shu mehmonlaringiz bor-u, prosta aka, uydan ketib qo'yadi aka. Qani? Bu mana hid ko'ring, prosta aromat ko'ring aka. Bu qani? Mana ko'k choyi bor, pamir choyi bor. Bular yangilik keldi. Bular oldin kelmardi, bu boshqalari keladi. Bular hozir yangilik kelishni boshladi aka. Buni azizlarimga tavsiya qilamiz albatta. Qayerdan kelgan bu choylar? Bu o'zi Xitoydan bo'ladi. U Xitoydan Hoji bobo ham sotyapti. Yo'q, uni boshqachami bu? Bu bo'laroqmi aka? Mashallah, bo'ldi. Azizlarim, ko'ryapsizlar, shu magazinga kelsanglar, xudo xolasa adreslarni polni aytamiz. Xilma Xitoy baliqlar, go'shtlar, sveji, bu yerda to'liq faqat sveji, to'y qilaman deydigan bo'lsanglar, uboyning xizmatlari ham mana shu akalarning o'zidan bor ekan. Qo'y, mol so'yish, hamma yo'q sveji. Bu yerda bitta ham prostoshka narsalar yo'q. Baliqlarda aka men xolodesda berib qo'ying, turishini qarang. Ko'p joyda xolodeslarda e'tibor beringlar-da, bundan ichini qarang, naq go'sht. Mashallah, yana nima kerak ko'ringlar. Alloh, o baliqni qarang. Bu baliqlarning atlari nima? Ammo go'sht nimaki go'shtdan istesanglar, hamma turli tumani bor ekan. Mol go'shti, qo'y go'shti, ot go'shti, ha? Baliqlarning atlarini bir mingtay o'zimizda o'shdan mingtay deb yo'q, mingtay deb boshlanadi. Bizda ko'pchilik mingtay ko'rganga mingtaydan boshlaymiz. Mingtay bor, garbusha bor, har yerda 4 xili bor. Qanaqa 4 xil desangiz, stekka qilinganlik, stekliklari bor aka, o'zi rishnoylilari ham bor. Bog'malar kattalari bor, tunes bor. Aka daraba bor, juda ham sibas bor, skumbriya bor. Mana tovuqlar ekan. Tovuqlarimiz bor. Mana qarang, hamma yo'q, sveji, bilinib turibdi-yu, ha. Uyda o'zim qo'g'iraman desa olib ketsam bo'lar ekan. Rasada. Sibas ashuchagan balig'i sibas aka. Qiltirig'i ozda. Qiltirig'i yosh bolalar ham bemalol. Mana grudinka bo'lyapti, ha. Ular grudinka o'rdak go'shtiniki. O'rdak go'shti, besko'shti, hammamiz bilamiz buni. Qaranglar. Yo'q narsani o'zi yo'q ekan. Juda ham yaxshi o'zgan guruchlarda mana turli tumani bor ekan. Bu magazinimiz yangi ochildi. Unaqa qimmat emas, juda ham bir hamma yo'q, atrofga qaraganda arzon azizlar. Mana o'rdak deysizmi, bedana deysizmi? O'rdak bor, o'rdaklar endi so'yilishni boshlayapti. Mana bedana bor. Bedanami bu? Hozir aka kuz kelganda-chi, sho'rvalarni ichib, bir dimlamalarni yeb, aka quvvat oladi. Rasam mashpagodaga deng, ha? Aka eng qizig'ini aytayman, aka, mana shu ushlagan narsangiz bor, u quyon. Aka quyonni chopqillab yuradi aka. Quyon ham bor ekan. Quyon bor, immunitetni rosa ko'taradi aka. Buzib yuboradi aka. Quyon yeb turish kerak aka. Qish kelishda emas, kuz kelganda aka, kuzdan foydalanamiz aka. Issiqlik, ha? Ha, rasada. Mashallah. Mana shu tovuqlar ham bor ashada o'zi.
Mana o tovuqlar ekan mana azizlar qaranglar. Qo'ydi kallalari mana qarang. Paychoqlar bor edi. Paychoq manaqa delikates narsalarimiz ertaga bo'ladi inshaalloh, tugab qoldi. Xo'p, ammo atrofga qaraganda bu yerda arzon, yangi ochildi. Xudo xolasa, chiroyli ukalar o'zlari sizlarning xizmatinglarda bo'ladi. Kelinglar chiroyli kutib oladi. Hech narsa bu yerda prasroshka degan narsa yo'q. Bular hamma yo'q sveji. Ayniqsa quyon go'shti ham bor ekan qaranglar. Mana men turgan joy Qirg'iziston O'sh shahri Yujniy bo'ladi, biradara. Shunday To'xtag'ul Mayta bo'yida optimlarimiz bor. Dasafdan chiqib ketaverasizlar. Tevaga Rano magazinga qarab, o'ng tomoninglarda keladi, chap tomonlarda Jo'raboy ota keladi. Shu Jo'raboy otani ro'pparasida bo'lyapti shu magazinimiz. Kelinglar azizlar, ukalarimiz sizlarni chiroyli xizmat qilib, o'zlari chiroyli qilib jo'natadi. Unaqa qimmat emas ekan. Yeb ko'rdik, mana mazalarini ko'rdik. Juda ham bir sifatli, yaxshi narsalar azizlar. Ilindim sizlarga.